O'zbekistondagi yosh iste'dodlarni namoyish qilish, ularni katta sahnalar tomon yetaklash, qolaversa o'zbek musiqasini dunyo darajasida ommalashtirish maqsadida Yevropa yulduzlari birinchi xalqaro onlayn tanlovi e'lon qilingan edi. Kuni kecha tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. 12 mamlakatdan 1000 ga yaqin yoshlar ishtirok etgan tanlov g'oliblari Yevropadagi nufuzli tanlovda ishtirok etish uchun yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. 22-23 fevral kunlari yurtimizda ilk bora Yevropa yulduzlari xalqaro ko'rik tanlovi start oldi. Ushbu ko'rik tanlovda nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlat vakillari ham ishtirok etishgan va bu tanlov onlayn tarzda tashkil etilganligi bilan alohida ahamiyatlidir. 1000 dan ziyod qatnashchilar o'zlarining musiqiy asarlari, raqslarini video shaklida Yevropa yulduzlari 24 bot manziliga yuborishgan. Shuni aytish kerakki, ushbu xalqaro onlayn tanlov musiqa va san'atning 16 ta yo'nalishi bo'yicha 12 ta davlat iste'dodlarini aniqlashda xizmat qilmoqda. Sado ansambli Yevropa yulduzlari ko'rik tanlovida Grand Prixni qo'lga kiritgan va ushbu ansambl mana shu yilning kuz oylarida Finlandiyaga yo'l oladi. Xalqaro konkursda birinchi o'rin oldim, tasvir san'ati yo'nalishi bo'yicha. Qosimov Husanjon ikkinchi o'rinni oldi, Qashqar bobo yo'nalishi bo'yicha. Men xalqaro musobaqasida faxrli ikkinchi o'rinni egalladim. Bundan juda ham xursandman. Men skripka cholg'usida Xaravot kuyini chalib ikkinchi o'rinni oldim. Hammaga omad. Va faxrli ikkinchi o'ringa ega bo'ldim. Hammaga tashakkur. Mana oxirgi yillar respublikamiz bo'yicha aynan iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni talantlarini namoyon etish, yangi izlanishlar, yangi ijodlarni kashf etishda davlatimiz rahbari hamda vazirligimiz juda katta ishlarni olib borishmoqda. Shu borada mana oxirgi yillarda bolalarning iqtidorlarini yo'nalishlari bo'yicha aynan respublika tanlovidan tashqari xalqaro tanlovlar ham ko'payib bormoqda. Bugungi tanlovimizni nomi ham Yevropa yulduzlari deb ataydi. Bu xalqaro tanlov. Xalqaro tanlovga chet eldan ko'pgina mutaxassislar hamda ijrochilar qatnashdi. Aynan 1000 ga yaqin ishtirokchilarni biz saralab oldik. Ularning ichidan 400 dan ziyodi mana katta yutuqlarga ega bo'lishdi. Shu borada men shu hakamlar hay'ati a'zosi sifatida shu yoshlarimizni iqtidorlarini qunt bilan o'rganib, ularni ijro mahoratini aynan cholg'ular yo'nalishi bo'yicha, aynan milliy cholg'ularda mana dutor, afg'on rubob, g'ijjak, nay, chang, qashqa rubob, rubob prima kabi milliy cholg'u asboblarimizdan ko'pgina yoshlar, iqtidorlar qatnashdi. Mohiyati shundaki, onlayn tadbirdan maqsad yoshlarimizni ancha jamlash, ularni joylarda o'zini ko'rsata bilish, hayajondan yechish, ularni bir asarlarini bizlar muhokama qilganimizda hay'at a'zolari ko'pgina bir to'xtamlarga keldik. Chunki ijrochilar yildan yilga o'sish, rivojlanib boryapti. Aynan shu xalqaro tanlov ham bularga bir qanaqadir mezon bo'ldi. Mezonni maqsadiki, bularni birga jamlashtirish. Mana hozir taqdirlash marosimlari bo'lyapti. Shu taqdirlash marosimidan kelib chiqib, bir-biri bilan yaqindan ko'rishish, katta sahnalarda ijrochilarning mahoratini oshirishdan iboratdir. Eshitish jarayonlarida, onlayn eshitish jarayonlarida men shunga bir amin bo'ldimki, ijrochilar viloyatdan kelgan, ayniqsa bizni bir Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent viloyati hamda Sirdaryo viloyatidan kuchli bir ijrochilar tashrif buyurishdi, hamda chet el mamlakatlardan. Aynan cholg'ularga kelsak, cholg'ularda mana dutor cholg'usida qizlarimiz juda chiroyli ham libosi, milliy liboslar bilan ham ijro mahorati, texnikasi, cholg'uni imkoniyatlarini ko'rsata bilishdi. Men Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan tashrif buyurdim. Mening ism familiyam Toshpo'latova Madina Odiljonovna. Men 14-son bolalar musiqa va san'at maktabini bitirganman. Hozirda Samarqand viloyati ixtisoslashtirilgan san'at maktabining 1-kurs o'quvchisiman. Men Nigor opaga katta rahmat aytaman. Men bugun 1-o'rinda oldim. New Talents'ga 3-marta qatnashishim. Men juda xursandman. Hammaga rahmat. Men Kattaqo'rg'on shahri ingichka qo'rg'onchasidan keldim. 2-son bolalar va musiqa san'at maktabidan. Bugun men
o'rin bo'lmasa ham diplom oldim. Yevropa imtihoniga hammaga rahmat. Bugun biz o'quvchi Gulsevar Ergasheva bilan Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabidan keldik. Xalq raqsi yo'nalishidan birinchi kurs talabasi. Bugun Yevropa yulduzlari xalqaro tanlovida nufuzli birinchi o'rinni olganimizdan xursandmiz. Biz bu konkursni boshqa konkurslardan afzalligini juda yaxshi bilib oldik. Chunki bu konkursda shu o'zbek milliy raqs san'atini boshqa jahon mamlakatlarida ijro etish, jahon mamlakatlariga targ'ib qilish ekan. Shu o'quvchimiz bilan birgalikda shu orzu niyatlarga yetish umididamiz. Bu tanlov bo'yicha mening ustozim Dasmetova Zuhra Shavkatovnadan bildim va shu qatnashish bo'yicha ular maslahat berdilar va shu tadbirni tashkil etgan insonlarga kattakon rahmat aytaman. Men Aqaljonov Iqboljon bu tasvir san'at yo'nalishidan qatnashdim. Ikkinchi o'rinni egalladim. Men 27-sonli musiqa maktabida, san'at va musiqa maktabida o'qiyman. Ismim Abdurahmonova Nilufar. Meni shu darajaga yetkazayotgan ustozimga kattakon rahmat. Bizning guruh yulduzcha bo'lib, bugungi kunda biz shu tanlovlarda 2-o'rinni oldik. Bu kungi tanlovda biz 2-o'rinni egalladik. Men bundan bag'oyatda xursandman. Nihol ansambli san'at teatri bo'yicha 2-o'rinni oldik. Bunga bizga yaqindan yordam bergan ustozlarimizga kattakon rahmat aytib qolaman. Tasviriy san'at yo'nalishidan qatnashyapman. Estrada xonandalik yo'nalishi bo'yicha 2-o'rinni oldim. Avvalambor men ustozlarimga rahmat aytmoqchiman va bundan tashqari menga qo'llab-quvvatlagan ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Akademik xonandalik yo'nalishi bo'yicha ushbu xalqaro go'zal juda ham tanlovda ishtirok etdi. Xalq cholg'ulari bo'yicha 2-o'rinni oldim. Ustozlarimga Zuhra Ahmedova va Muzaffar Axunjonovlarga rahmat aytaman. Umar Muhammad Amin. Nechanchi o'rinni oldingiz? 1-o'rin. Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh, mehribon. Bu konkursda 1-o'rinni olganimdan juda ham xursandman. An'anaviy xonandachilik 1-o'rin. Assalomu alaykum. Bizlar Toshkent Amaliy fanlar universiteti pedagogika fakulteti maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasi ustozlari biz o'z talabalarimizga shu tanlovda teatr san'ati Nihol komandasi bilan birgalikda qatnashgan edik va faqirli 2-o'ringa ega bo'ldik. Yoshlarimizni xalqaro maydonda iqtidorini, iste'dodini namoyon qilishda mana shunday ko'rik tanlovlarni tashkil etgan tashkilotchilarga eng avvalo yurtboshimizga va ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. So'zlamo ersang gapingni burkama pardoz bilan kelsa kim qoshingga boqqan e'tibor e'zoz bilan. Men juda ham ko'plab tanlovlarga qatnashganman, jumladan ovoz bolalar ko'rsatuviga qatnashganman, yarim finalgacha borganman va Italiyada, Gruziyada, Dubayda faxrli Grand Prixni olib kelganman. Lekin bu tanlov men uchun sinab ko'rish bo'ldi va hammaga rahmat. Ushbu ko'rik tanlovda an'anaviy xonandalik yo'nalishida qatnashdim va faxrli 1-o'rinni, birinchi darajali diplom bilan taqdirlandim. Men tanlovga 1-o'rinni egalladim. Farg'ona viloyati Furqat tumanidan keldim. Men Yevropa startda faxrli 1-o'rinni oldim. Men bu ko'rsatuvda 2-o'rinni egalladim. Hamma ustozlarimga, Zahra opamga kattakon rahmat aytaman. Hammaga omad tilayman. Men New Talent xalqaro onlayn tanlovda ko'rik tanlovda ishtirok etib, ikkinchi darajali diplomni oldim. Bu konkursda birinchi faxrli o'rinni egalladik. O'zimizning jamoamiz, o'quvchilarim bilan yosh zarbchilar jamoasi. Biz bunda doira instrumenti bilan qatnashdik. Milliyligimizni olib chiqqan holatda, xudo xolasa 1-o'rinni qo'lga kiritdik. Mana shunaqa tadbirlarda, mana shunaqa konkurslarda yoshlarga imkon berayotgan
tashkilotchilarimizga o'zimizni katta rahmatimizni va Meni yurtim kanallariga o'zimizni rahmatlarimizni aytamiz. Birinchi o'rinni egalladim va ustozlarga rahmat aytaman. Badiiy to'qish birinchi o'rinda oldik. Rahmat. Bugungi konkursdan juda ham xursandmiz. Ikkinchi o'rinda xalq cholg'u asboblari dutorchi qizlarim oldi. Ham o'zim ham shu o'rinda oldim. O'quvchilarimiz xorazmcha uslubda, o'zbekcha uslubda vatan va ijodlarini qiladi, qo'shiqlarini. Ilohim, mana shu farzandlarimiz ham kelajakda o'zlari niyat qilayotgan, katta hofizlar bo'lib, ota-onasining hurmatini qozonayotgan farzandlar bo'lsin. Bu yerga kelishimdan maqsad shu ko'rik-tanlovda qatnashib, shu ko'rik-tanlovda yuksak marralarga o'tishni orzu qildim va men buning uchun ustozimga, ota-onamga va o'zimizning prezidentimizga katta tashakkur aytaman. Men hozir New Talents'da birinchi o'rinda oldim. Fortepiano yo'nalishi bo'yicha ishtirok etdim. Folklor etnografiya yo'nalishi bo'yicha faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdik. New Talents loyihasi juda ham katta loyiha bo'lganligi uchun mas'uliyat katta bo'ldi. Qatnashdim va birinchi o'ringa ega bo'ldim. Assalomu alaykum. Men Jizzax shahridan tashrif buyurdim. Men bu o'rinlarni egallaganimda ota-onam va ustozim juda katta yordam berishdi. Rahmat. Shu fursatdan foydalanib ota-onamga rahmat aytmoqchiman va ustozim Ilhom Rahmonovga katta rahmat aytaman. Katta rahmat aytmoqchi edim oyimdan ustozimga. Sirdaryo viloyati Guliston tumanidan 15-umumiy o'rta ta'lim maktabining iqtidor raqs jamoasi bugungi tanlovda ishtirok etdik va birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Yakka raqsda ham, jamoaviy raqsda ham birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Bu tanlovga xoreografiya yo'nalishi bo'yicha ishtirok etdim va hayotimdagi eng katta tanlovlardan biri deb hisoblasam adashmagan bo'laman. Amaliy san'at bo'yicha o'quvchim Nilufarxon bilan ikkinchi o'rinni oldik. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga men Ko'kiner guruhidanman. Dugonalarimni juda ham yaxshi ko'raman. Bu konkurs juda ham zo'r. Skripka va dutor cholg'usi bo'yicha bugun o'quvchilarimiz faxrli birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinlarni egallashdilar. Menga yaqindan yordam bergan Termiz davlat universiteti rektori Abduqodir Toshqulov ustozim va Tursunov Xurshid ustozimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men Yevropa Star xalqaro ko'rik-tanlovida Grand Prixni qo'lga kiritdim. Men bundan xursandman. Onlayn imtihonda birinchi o'rinni oldim. Ustozlarimga rahmat. Men bugungi tanlovda amaliy san'at bo'yicha qatnashdim va Grand Prix sohibasi bo'ldim. Nabira Muxlisaxon Amrullayeva shu tanlovda 3-o'rinni egalladi. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Boshimiz osmonga yetdi. Bu raqsga juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rdim, juda ham hayajonlandim. Shu yoshimgacha ko'plab tanlovlarda qatnashganman. Hozir bu Grand Prixim 15-chisi bo'ldi. Men bu Grand Prixni olganimga ustozimning ham hissasi bor. Finlandiyaga biz ustozim bilan zo'r raqslarimizni olib borib, u yoqdan ham oliy o'rinlarni olib kelmoqchimiz. Tanlovning yakuniy bosqichida jami 14 ta Grand Prix sohibi aniqlandi va ular joriy yilning kuz oylarida Finlandiya safariga yo'l olishi kutilmoqda.